13. bob. Shu chaqda bir necha kishi kelib, Hazrati Aysoga bir qism jalilliklarning markaziy ibodatxonada qurbonlik qilayotganida vali Pilatus tarafidan o'ldirilib, ularning qinining qurbonlikning qini bilan orlashib ketganligini aytdi. Hazrati Ayso mundaq dedi: Bu jalilliklarning boshqa jalilliklardan ko'proq gunohi bo'lganligi uchun shunchalik jafo chekdi deb qaramsizlar? Yo'q, undaq emas. Gunohlaringlarga tavba qilmasanglar, sizlarmu ashulardek halok bo'lasizlar. Siloha mahallisidagi munor o'rilib tushganda, tegida qilib o'lgan 18 kishini qandoq deysizlar? Ularni Yerusalimdagi boshqa kishilardanmi yomon deb qaramsizlar? Undaq emas. Bilib qo'yinglarki, gunohlaringlarga tavba qilmasanglar, sizlarmu halok bo'lasizlar. Ondan Hazrati Ayso bu tamsilni so'zlab berdi. Bir kishining beg'ida bir tup anjur darig'i bor ekan. U kishi bu daraxtdan meva kutibdi, lekin daraxt meva bermabdi. U kishi bog'vonga: "Qara, 3 yildan beri shuncha kutsam, bir talmo meva bermidi. Uni kesib et. Uning bu yerda ya egilib turishining nima hojati?" debdi. "Xo'jayin, yana 1 yil vaqt bering. Uning tüydagi to'plarni yumshatib, o'g'itlab boqay. Agar kelar yili meva bersa, tex yaxshi. Bermasa, kesib etayli", debdi bog'von. Bir dam ilish kuni Hazrati Ayso bir ibodatxonada kishilarga ta'lim beryotdi. U yerda u jin chaplashqili 18 yil bo'lgan bir ayolni ko'rdi. Bu ayolning beli bukilgan bo'lib, ruslanib tik tura olmaydi. Hazrati Ayso uni ko'rganda yeniga chaqirib: "Xonim, kesilingiz saqaydi", deb qo'lini uning ustiga qo'yibdi. Yelqi ayol darhol ruslanib tik turib, Xudoga matiya o'qidi. Hazrati Aysoning dam ilish kuni kesal saqayt qolg'ini ko'rgan ibodatxona mas'uli g'azab bilan ko'pchilikka: "Ish vaqtimiz 6 kun. Shifolik izguchilar dam ilish kunidan boshqa shu 6 kun ichida kelish kerak", dedi. Rabbimiz Ayso uningga mundaq javob berdi: "Ey soxtipazlar, dam ilish kuni o'küz va eshiginglarni o'qirdan yeshib, sug'org'ili ilib borsizlar. Bu harakatinglarni ish deb hisoblamamsizlar? Ajdodimiz Ibrohimning avlodlaridan bo'lgan bu ayol 18 yildan beri shaytonning sirtimig'ida turibdi. Endi dam ilish kuni bo'lsa-mu, uni sirtmoqdan bo'shtavatsam yomon bo'ptimi?" Hazrati Aysoning bu so'zi raqiblarini xijolat qildi. Ko'pchilik bo'lsa, uning yaratgan ajoyib mo'jizalaridan xursand bo'ldi. Hazrati Ayso ta'lim berishni davomlashtirib mundaq dedi: "Xudoning podshohligi zodi qandoq? Men uni qandoq suratlab beray? U go'yo bir tal qichi urug'iga o'xshaydi. Garchi qichi urug'i kichik bo'lsa-mu, kishi uni terisa, o'sib yetilib ko'chat bo'ladi. Qushlar kelib uning shoxlarida uvlaydi. Uningdan boshqa Xudoning podshohligini nemiga o'xshatay? U xuddi xemi turishga o'xshaydi. Ayol xemi turishni bir xalta unga qo'shib yugursa, bu xemi turish butun xemirni bo'ldiralaydi." Hazrati Ayso Yerusalimga ketib etib, nurg'un shahar yezlardan o'tgach, ta'lim berib bordi. Biraylan uningdan: "Hey taqsir, qutqizilganlarning soni ozmi?" deb so'radi. Hazrati Ayso ko'pchilikka mundaq javob berdi: "Oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, sizlar tor eshikdan kirishga tirishinglar. Chunki nurg'un kishilar bu eshikdan kiray desimu, kirolmaydi. Uyning xo'jayini eshikni taqqan vaqtida sizlar tashqarida turib, 'Taqsir, ishni eching' deb ishni qaqsanglar, u 'Yo'q, ochmayman, chunki sizlarni tonimayman' deydi. Sizlar: 'Biz siz bilan hamdostxon bo'lgan,
sizmi bizim ko'chalarımizda ta'lim bergan desanglar, u sizlarga yana bir qitim, sizlarni tonimayman, ko'zimdan yo'qlinglar, ha yomonlik qilg'uvchilar, deydi. Sizlar İbrahim, İshak, Yaqub va barliq payg'ambarlarni Xudoning podshohligi ichida o'zinglarni bo'lsa, sirtqi qo'g'ilib etilgan holda ko'rininglarda hasratda yig'lab, tishlaringlarni g'uchirlatisizlar. U chog'da dunyoning hamma joylaridan nurg'un Yahudi emaslarning davlatlaridanmi nurg'un kishilar kelishib, Xudoning podshohligida ham dasturxon bo'ladi. Shundoq qilib, kaynidikilar oldiga o'tib, oldidikilar kaynida qoladi. Dal shu chog'da bir necha farishtalar Hazreti Aysoning oldiga kelib, bu yerdan boshqa joyga keting, Yaratgan sizni o'ltirmoqchi, dedi. Hazreti Ayso unumasdan, sizlar berib u tulkiga mening davomliq chillarni haydaydiganligim va kasallarni saqaytirganligimni, uzun o'tmayla Yerusalimda vazifamni tamomlaydiganligimni danglar. Shundoq ekan, shu vaqtgacha yo'limni davomlashtirmasam bo'lmaydi. Chunki bir payg'ambar uchun ilib aytganda, Yerusalimdan boshqa yerda o'ltirilish muvofiq emasdir. Hey Yerusalimliklar, payg'ambarlar va Xudo avatgan elchilarni chalma kesa qilib o'ltirgan Yerusalimliklar, go'yo Mekiyon o'z jujilarini qanot ostiga olgandek, men sizlarni qancha qitim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim, lekin sizlar unimidinglar. Mana, endi Xudo ibodatxonanglardan ayrilib, sizlarni tashlab ketidi. Shuni bilib qo'yinglarki, sizlar Rabbimiz avatgan qutqizg'uchiga muborak bo'lsin deb menga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysizlar, dedi.